Assalomu alaykum hurmatli Bag'dod g'isht zavodi kanali kuzatuvchilari. Bugun biz Bag'dod tumani Bag'dod g'isht zavodiga keldik. Assalomu alaykum Bunyod aka, yaxshimisiz? Bunyod aka 2025-yil noyabr holati bo'yicha hozir YouTube kanalimizga video qilyapsiz, ya'ni yangi ma'lumot bo'lsin. G'ishtlarning narxi o'zi qanaqa bo'lyapti? Boshqa joylarga nisbatan qanday? G'ishtlarimiz narxi noyabr oyidagi g'ishtlarimiz narxlari 750 so'm zavodning o'zida, texnikasi bo'lsa yuklatib beramiz. Kelib ochirt bo'yicha olishaveradi. Mana har tomonda mashinalar bor. Hozir sizda qancha texnikangiz bor? Hozir Kamaz ham bor, Xo'va ham bor. Xo'valar ham bor, Kamazlar qancha oladi, Xo'va qancha oladi? Kamazlarimiz 5000 tadan oladi, Xo'valarimiz 10 000 tadan oladi. 10 000 tadan oladi. Endi qaysi hududlarga yetkazib beramiz? Pishiq g'ishtda va xom g'ishtda. Xom g'ishtimiz hozir ozgina sovuq tushganiga sotuv sekinlagan. Pishgan g'ishtimizni butun vodiy bo'ylab yetkazib berishimiz mumkin. Xom g'ishtimiz o'ta zararli deganlarga Bag'dod Rishton Oltiariq tumanigacha yetkazib berishimiz beriladi. Endi misol kamroq miqdorda bo'ladigan bo'lsa, lekin narxini bo'laveradi deydigan bo'lsa, boshqa joyga ham yetkazish mumkinmi? Lekin imkoni bor. Lekin qo'ng'iroq qilsa batafsil ma'lumot berasiz. Xo'p, endi g'ishtlarni umumiy protsess jarayonlarini ham ko'rsatib bersak, o'zi qanday tayyorlanishini, masalan, turpoq qanday bo'lyapti sizlarda, pechkada qanaqa haroratda chiqadi, shularni ko'rsatib bersak nima deysiz? Bo'ladi. Bunyod aka, hozir mana turpoqlarni ko'rib turibmiz. Sariq, haqiqiy tuproq. Toza sariq tuproq. Bu turpoqlarni qayerdan olasizlar? Ya'ni mana hozir ko'rib turibmiz. Olganda ham ichida haligi toshboshi yo'q. Toshboshi yo'q. Toshboshi aralashib qolgan holatida ham elak bor. Elakdan o'tmaydi. G'ishtimizda haligi otish, bo'linib ketish ehtimoli ancha foizga kamayadi. Hozir bu yerda stanoklar ham bor ekan-da, drobilkalari. Drobilkalar ham bor. Turpoqni maydalaydi. Maydalagandan keyin elakka o'tadi. Elakdan keyin ikkita mishalkadan o'tib, keyin g'isht bo'lib chiqadi. Hozir men ko'rdim, mana shu yerda suv ham purkab turilibdi. Suv ham, ya'ni namlik miqdorini vakuumda totib turibdi. Pirisligini ta'minlaydi. Demak, bu zichlik holati yuqori bo'ladi. Turpoqlarni qayerdan olib kelinadi? Turpoqlar asosan ekin maydonlarini pasaytirib, haligi baland past joylarni to'g'rilab, endi asosan ekin maydonidan ham olinadi. Endi yangi zibirlarni ko'ylab, o'shalarni atrofidan oladi. 100% zavodlar o'sha zibirda qirg'oqdan olinadi. Hozir shu paytgacha g'ishtlardan haligi muammo chiqmadi turpog'ida. Muammo xudo xolasa turpog'ida muammo chiqqan yo'q. Mana ko'rib turibsiz, hech qanday bu yerda qora turpoq yo'q. Faqat sariq turpoq. Sariq. Hamma zavodning egalari ham, klientlar ham hammasi biladi, sariq turpoqning g'ishti eng baquvvat. O'zi nimaga sariq turpoqdan foydalanishadi? Qora turpoqdan nima farqi bor boshqa turpoqlardan? Qora turpoq qayerdan olinadi o'zi ular? Qora turpoq ham chetlarda bo'ladi. Sariq turpoq bir kishi zo'r bo'ladi. Hali Rishtonni kulol turpog'i deydi-ku, ular ham sariq turpoqdan bo'ladi. Sariq turpoq bir kishi xom g'ishtni yuklatib olib borib ag'darib yuborgan taqdiringizda ham u xom g'isht ham sinmaydi-da u. Qora turpoqda faqat ko'p ishlatilsa, sinish ehtimoli ko'p bo'ladi. O'shaning uchun haligi pishiq g'ishtni to'kayotganingizda chinniga o'xshab ovozlar chiqarganda, ovozi chiqishi faqat nimadan? Lekin qizil chiqish ehtimoli bu sariq turpoqda ko'proq bo'ladi. Qora turpoqni aralashtirgani hisobiga klientlar haligi g'isht rangi oq bo'lsin deydi, u qora turpoq aralashgani hisobi ko'proq bo'ladi. Lekin eng yaxshi sifatlisi shu sariq turpoq. Qizil sariq atlasnoy chiqqan varianti zo'r. Sap sariq bo'lib yoki nima deydi, sap sariq bo'lgan g'isht mo'rt bo'lish ehtimoli ko'proq bo'lishi mumkin. Tushunarli. Bir kunda qancha Kamazda yoki Xo'vada turpoq olib kelasizlar? Bir kunda ishga qarab turib, misol uchun 50 ta 60 ta reysda olib kelib hozir fond qilinyapti. Ish mavsumi tugadi. Tushunarli. Bo'ldi, bo'lmasa hozir stanovlarda ham ko'rsatib o'tamiz. Ko'rsatib o'tamiz. Bunyod aka, hozir mana shu stanovlarmi, aytayotgan stanovlaringiz? Stanovlarimiz, xudo xolasa shu. Bu tomonda yana bir vazifasi nima buni? Vazifasi bu tomondan aylanib keladi, bu mishalka bu. Turpoq aylanib kelgandan keyin ikkinchi mishalka bu. Ikkinchi mishalka g'isht pirisligini yanada loyini yaxshi aralashtirib berib, pirisdan chiroyli chiqadi. Baquvvat bo'lib chiqadi. Hozir bu yerda haligi yirik turpoqlarni alohida qiladi, maydasini alohida qilib, presslab. O'zi bir boshdan tepadan tushganda protsess bor o'zi. Tegirmoni bor o'zi. Tegirmon bo'ladi, tepadan turpoq tushgandan keyin tegirmondan maydalanadi, maydalangandan keyin elakka tushadi. Elakdan katta bir
tosh aralashmaydi-yu, turpoqni Ha. ko'rib olib kelinib olib kelishda. Aralashmaydi, hashaklarini olib qoladi. Tosh mabodo aralashgan taqdirda olib chiqib ketadi. Elak bor. Ha. Elakdan keyin birinchi mishalkaga tushib, undan ham loy bo'lib aralashib, ikkinchi mishalkaga tushib, keyin pressdan chiqadi. Demak, bemalol ishonch hosil qilish mumkin ekanda, g'isht orasida hech narsa yo'qligiga, hammasi mustahkam chiqishiga. Apparatimiz ikkita, ikkovida ham elaklari bor. Ha, hozir zavodda o'zida ikkita apparat bor, Ikkita apparat bor. ha? Mana shuni o'zida elaklar. Hozir elakdan chiqarganini ham ko'rsatsak bo'ladimi, qanaqa holatda? Ha, bo'ladi. Mana turpoqlarimizda elakdan chiqqan holatini ko'rib turibsiz. Mana hech qanday tosh, biymani narsalari yo'q. Buni namlik hisobiga elakdan o'tmay qolgan xolos. Bu agar quruq turpoq bo'lganda elakdan 100% hammasi o'tib ketgan bo'lardi. Buni qaytadan qurigandan keyin bemalol ishlatsa bo'ladi. Keyingi ishlash jarayonida ham mana shu hashaklari bemalol elagimiz olib qoladi. Qishki mavsumda ham g'isht bo'lishini ta'minlash maqsadida xudo xolasa mana bu tomonlarga общий fontlarimizni qilib tashlaganmiz. Har tomoniga xumdonda har tomoniga xudo xolasa yil 12 oy pishgan g'ishtimiz bo'ladi. Vodiy bo'ylab yetkazib beramiz. Bunyod aka, hozir biz pechkani tepasida turibmiz. Shunaqami? Pastimizda hozir qancha haroratda 1000 gradusda g'ishtlar pishyapti. 1000 gradusda tepasida hozir biz turibmiz. Xo'p, bu pechkalar o'zi vazifasi, ya'ni xom g'ishtni pishirib berish, shundaymi? Pishirib berish. Harorat yuqori. Harorat yuqori. Qancha g'ishtni sig'dira oladi? Bu pechkamiz Bir yoqilganda. Bir yoqilganda bitta aylanasiga 150 ming g'isht chiqadi. 150 ming. G'isht sig'adi, kuniga 25 ming, 30 mingtasi pishib, o'rniga yangi kirib, pishib chiqib ketaveradi. Yo'q. Bunyod aka, hozir ko'rib turibmiz, pechka katta va zavodda o'zida bitta emas, ikkita pechka joylashgan ekan. Bor. Mana shu pechkaga xizmat vazifasi uchun nechta ishchi, ya'ni g'ishtlarni tayyor holatga keltirish uchun mehnat qiladi? Bu xumdonimizda bir 15 kishi, narigi xumdonda 15 kishi ishlaydi. Ya'ni jami 30 ta odam. Endi bu qanday yoqilg'i turidan foydalaniladi? Bu ko'mirlarimiz Qirg'izning ko'mirlari. Aha. Qirg'izistonning ko'mirlari bilan yoqiladi. Yoqiladi. Eng kaloriyasi baland. Sir bo'lmasa ayta olasizmi, bir kunda qancha ketishini? Bir kunda 6 tonna, 7 tonna ko'mir. 6 tonna, 7 tonna ko'mir mana shu g'ishtni tayyor. Demak, haqiqiy olov bo'lar ekanda. Olov bo'ladi. Rahmat. Bunyod aka, hozir biz pechkani ichida turibmizmi shunda? Pechkani ichida turibmiz. G'ishtlar hozir bu tayyor pishgan holati. Pishgan holati. Ovozi shunaqa jaranglab chiqishi kerak, demak. Ovozi xudo xolasa shunaqa jaranglab chiqishi kerak. Jaranglab chiqqan g'isht mana shu ovoz chiqqan g'isht eng zo'ri. Uzoq yil xizmat qiladi. Uzoq yil xizmat qiladi va bunaqa zo'r pishgan g'ishtdan sho'r chiqish ehtimoli xudo xolasa o'ta kam foizda bo'ladi. Bunyod aka, hozir mana o'zi shu paytgacha sizlardan sho'r chiqmagan ekan. Xudo xolasa sho'r chiqmagan. Sho'r chiqmagan ekan, lekin shunda ham 10-15% chiqishi mumkin deb qo'yarkansizlar. Endi u ustalarda masalan qurilishi bo'layotgan jarayonga bog'liqmi u narsa? Jarayonga ham bog'liq. Nimasiga ya'ni? Misol uchun rastoriga bog'liq. Misol uchun sementga bog'liq, turpog'iga bog'liq. Misol Bag'dod rayonida uriladigan bo'lsa, turpog'i toza turpoqdan olib borib uriladi. Sho'r chiqish ehtimoli Bag'dod rayonida umuman kuzatilmaydi. Rastorda ham kuzatilmaydi. Endi boshqa joyga borganda turpog'idan bo'lishi mumkin, boshqasidan bo'lishi mumkin. Ko'p 95% ehtimol bilan sho'r chiqish ehtimoli bo'lmaydi o'zi aslida boshqa joylarda. Boshqa joylarda. Bunyod aka, endi mana aloqa uchun, bog'lanish uchun kelib ko'raman degan odamlarga mana shu kontaktli ma'lumotlarimizni bersak. Kontaktli ma'lumotlarimiz 93lik 918 22 22. Telegram ham bor, WhatsApp ham bor. Misol xorijdan musofirdan ko'rayotgan yurtdoshlarimiz bor. Uylarda qurilish bo'layotgan bo'lsa, endi YouTube'ga kirib misol g'ishtlarni tanlab jo'natib yuborishlari ham mumkin-da. O'shanaqalar ham bemalol WhatsAppdan aloqaga chiqsa bo'laveradi. Endi misol o'zim ham bir bor ko'ray, ko'nglim chiqmayapti deydigan yurtdoshlarimiz bo'ladi. Zavodda ko'ray deydigan bo'lsa, kelib ko'rishsa bo'ladimi? Bemalol kelib ko'rishsa bo'ladi. Telegramdan qaysi Telegramda bo'lsa, yozib yuborsa, lokatsiyasini tashlab beramiz. O'zi manzil qayt, orientir qayt misol. Manzilimiz Farg'ona viloyati, Bag'dod tumani, Navbahor. Navbahor qishlog'i, Lenin deyiladi. Qaysi liniya keladi? Misol oddiy, sodda, jaydaricha qilib tushuntiraylik. Misol agar Bag'dod tumani markazidan bu tomonga yo'nalish bormi Damas liniyalari? Yo'nalish Lelinga desa, Lelinga desa, eski nomi Lenin, Navbahor desa ko'pchilik bilmaydi, hali yangi nomi.
Leylin desa hamma biladi. Bunyod aka rahmat, salomat bo'ling. Baraka toping. Xo'p, rahmat.